Mirsardor Terpilov intrigant ulug' ukasini Dubayda Lamanni berayotgan videosini diqqat bilan ko'ring. Laman bo'ldi, sushyapti, tushi yugurishyapti. Oyoqlarini qo'llariga olib yugurishyapti. Sir hada makan. Laman. Laman u sir. Muhammad. O'rtoqlarning intrigiga o'zi qochyapti. Uloq bilan Mirsardorni ko'rib olaylik. Ha, Gandon. Onasidan so'kishyapti, onasidan so'kishsa qochyapti. U chesti bor bola edi-ku. Ko'kchali ulug' intrigant Maminkin gangsteri bu holat bo'yicha bergan pokazaniyasini eshitdinglar. Mirshohid o'zi arendaga olgan mashinani pulini arendaga bergan insonga berib yuborish uchun birga pastga tushib chiqishni iltimos qildi. O'zi aslida Mirshohid emas, ulug' o'zi bu mashinani arendaga olgan, lekin pokazaniyada Mirshohidni bo'yniga ilib yuboryapti. Mirshohid bilan yashaydigan uyimizning orqa tarafiga o'tdik, Arjan areadagi. Arendadachil bilan ko'rishgani kelganimizda biza unga pul beryotgandik deyapti. Haqiqat esa bular nasamimtideli o'sha arendadatilni kachat qilgani oldida pichoq bitili bilan tushib kelishgan. Eng muhim joyi, arendadatil bilan gaplashib turganimizda bir nechta mashinalar biza tarafga yurib kelishni boshladi. Ularning ichidan bittasi Qosimjon Mahmudni ko'rdim. Ko'rasizlar, eshitasizlar, o'qiyapsizlar o'zinglar. Mirshohidga qoch deb baqirdim va men uyga qarab qochishni boshladim deb pokazaniya beryapti. Uyga kelganimda hech qaysi bir do'stlarimni topa olmadim deyapti. Xushnud, Umid, Mirshohid 1,5 soatdan keyin Mirshohidning akasi Samiriddin menga telefon qilib, akasi Mirshohid bolnitsadaligini, u yaralanganligini, operatsiyaga muhtojligini aytdi deyapti. Keyin men Medcare Park Avenue'dagi bolnitsaga borib, hamma rasxotlarni ko'tardim deyapti. Eng asosiy qismi what was the reason for the reported quarrel? Bu voqealarga nima sabab bo'lgan degan savolga sababini bilmayman. Menimcha Mirshohid bilan Qosim o'rtasida azaliy kelishmovchilik bo'lgan deb pokazaniya beryapti.